Assalomu alaykum. Microsoft Access darslarida davom etamiz. Demak, bugun Access'ni interfeys bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Demak, Access buni ishga tushiraman. Hozir menda Access 2019-versiyasi ishga tushirilganda quyidagi oyna bizni kutib oladi. Demak, birinchisida Home, pustoy baza daning hamda bir nechta shablonlar bilan, bundan tashqari bu yerda ochilgan siz bundan oldin dasturda ishlatgan baza daniylaringiz nomlari chiqib turadi. Xo'p, endi yangi baza daniy ochish uchun blank database tanlashimiz mumkin. Yoki bu yoqda endi shablonlar men uchun o'rganishda shablonlardan foydalanish tavsiya qilinmaydi odatda. Lekin bu tezkor jadvallar yaratishda ancha qulay. Faqatgina undan oldin jadvallarni yaratishda o'zimiz mustaqil bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, boshqa bo'limlarga ortiqcha to'xtalmaymizda jadval yaratamiz. Buni bosadigan bo'lsam, nom berishimni so'rayapti. Keling, shu default holatda qolaveradi. Database 9 nom bilan. Bundan tashqari fayl kengaytmasiga e'tibor qaratib qo'yamiz. Oxirgi versiyalardagi fayl kengaytmasi ACDB desak bo'laveradi mana. Demak, bu yerda saqlanayotgan joyi, shunga ham e'tibor qaratib qo'yamiz. O'zgartirish kerak bo'lsa, buni bosib o'zgartirishimiz mumkin. Hozircha shunchaki create, ya'ni savzat qilaman. Xo'p, mana Microsoft Access'ni interfeysi ham ochildi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yuqorida ribbon panel deyishimiz mumkin. Ribbon panel ya'ni menyular hamda lentalardan iborat. Menyular, bular lentalar. Yon panelimiz bor. Bu yerda navigation panel deyishimiz mumkin. Bu yerda Microsoft Access'ni obyektlari joy oladi. Bir nechta obyektlari bor. Ya'ni imkoniyatlardan kelib chiqib, ya'ni ularni sanab o'tishimiz mumkin. Mana jadval, bundan tashqari so'rovlar, formalar, hisobotlar, makroslar, modullar, shu kabi obyektlar turishi mumkin. Buni asta-sekinlik bilan qo'shib boramiz. Hop, yuqoridagi menyularga to'xtaladigan bo'lsak, masalan, fayl menyusiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda yangi ma'lumotlar yaratish, mavjud bazani ochish, saqlashni boshqa formatda bajarish, chop etish, eksport va import qilish kabi amallar bajarishimiz mumkin. Home menyusida esa, ya'ni главное bo'ladi. Ruscha interfeys bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlarni kiritish, o'zgartirish, o'chirish, nusxa olish mumkin, joylashtirish, kesish, ma'lumotlar tartiblash va hattoki filtrlash imkoniyatlari mavjud. Keyingisi создание yoki create inglizcha interfeysda, ya'ni yaratish, yangi jadval, forma, so'rov, hisobot yaratish, makro yoki boshqa obyektlarni qo'yish imkoniyati shu bo'limda mavjud. Keyingi bo'limimiz внешний данные deb qo'yiladi, ya'ni external data, ma'lumotlarni import qilish, ma'lumotlarni eksport qilish kabi imkoniyatlarni saqlaydi o'zi. Keyingisi работасы bazami данных, ya'ni database tools. Bu yerda jadvallar orasidagi bog'lanishlarni, ya'ni relationshiplarni yaratishimiz mumkin, SQL so'rovlar yaratish mumkin, bajarish mumkin, ma'lumotlarni tahlil qilish va optimizatsiya qilish imkoniyatlari bor. Qolgan menyularga men to'xtalib o'tirmaymiz, keyinchalik ehtiyoj tug'ilsa to'xtalamiz. Xo'p, mana endi bu yerda default turibdi, buni shunchaki yopib forsam bo'laveradi. Close. Yo'q, hech narsa yo'q. Biz keling dastavval bironta jadval yaratib ko'ramiz. Buning uchun create, ya'ni создание bo'limiga o'taman. Bu yerda umuman olganda yaratishning bir necha usullari bor. Keling, hozir uni tablitsa dizayndan yaratib ko'ramiz. Tablitsa dizaynni bosamiz va bizda jadvalni ustun ma'lumotlarini kiritish so'ralyapti. Bu yerda aytaylik avtomobillar ro'yxatini yaratamiz. Bu yerda ID berib olaman, ya'ni unikal ID bo'lish uchun.
bu boshqa jadvallarga ulashda keyinchalik so'rovlar yaratishda kerak bo'lishi mumkin. ID demak number bo'lishi kerak. Keling shunchaki number qilib qo'ymaymizda avto number qilamiz, ya'ni default o'zi to'ldirib borsin. Masalan, birinchi ma'lumot kiritilgandan keyin unga bir ID beradi. Ikkinchi ma'lumot kiritilsa, unga ikkinchi ID ni avtomatik berib boradi. Keyin avtomashinani nomi bo'ladi. Demak, nomini kiritish kerak. Short text bu yaxshi, ya'ni qisqa matn bo'ladi odatda. Hop, keyin masalan nimasi bo'lishi mumkin? Ot kuchi bo'lishi mumkin. Ot kuchi. Ot kuchi demak number qilsa ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Number. Undan tashqari yili bo'lishi mumkin. Yiliga data tanlasak ham bo'ladi, lekin batafsil kiritishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun shunchaki bu yerdan shu number qilib qo'ysak bo'laveradi. Chunki faqatgina yil kiritilganligi uchun. Hali bu data type'larning turli xil validatsiyalar bilan turli boshqa bir imkoniyatlari bor. Ularni keyinroq ko'rib chiqamiz. Hozir shunchaki jadval yaratib ko'raylik. Xo'p, bu yaratildi. Faqatgina hozir shunchaki saqlasam primary key degani bor, ya'ni ikkita kalit, ikki xil kart bor, ya'ni relationshiplar, ya'ni bog'lanishlar uchun albatta jadvalda hech bo'lmasa bitta kalit bo'lishi kerak. Shuning uchun hozir shunchaki saqlab ko'rak. Save qiladigan bo'lsam, mana nomini berishni so'rayapti. Demak, avtomobillar deyman. Hamda okey deb bosaman. Bu yerda mana primary key so'zlat qilishni so'rayapti. Bunga yes deymiz, ha deymiz. Mana e'tibor qaratadigan bo'lsak, ID ga yonida kalitcha paydo bo'lib qoldi. Ya'ni primary key ID bo'yicha jadvallarni bir-biriga ulash mumkin bo'ladi. Xo'p, buni endi mana yopib olsak bo'laveradi. Close. Ana endi ma'lumot kiritib ko'ramiz. Masalan, avtomobillarga mana nomiga aytaylik Tiko. Ot kuchi endi taxminan yozaman. Aytaylik 65 ta deylik. Yili. Hop, 1996 deylik. Hop, enter bosaman. Birinchi ma'lumotimiz kiritildi. ID ni avtomatik o'zi qo'ydi. Ikkinchi ma'lumot kiritadigan bo'lsam, mana Damas, aytaylik. Taxminiy ma'lumotlar demak kiritildi. Beruvchi dan deymiz va hokazo qilib turli xil ma'lumotlar kiritib borish mumkin. Hop, bu yerda masalan shu tariqa demak jadval yaratib nima qilish mumkin? Unga ma'lumotlar ham kiritib borish mumkin. Shu o'rinda ma'lumotlar tiplari mana hozir save bo'ldi, saqlanib. Keling buni yopamanda close. Buni yana konstruktor rejimda ochaman, ya'ni design viewda ochaman, design. Bu yerda mana ma'lum data type'lar turibdi. Bularni mana quyidagi ekranga men chiqarib qo'ydim. Turli xil qiymatlari bor. Masalan, qisqa matn, demak, korotkий tekst ruscha interfeys bo'lsa, demak, ushbu nomlar bilan chiqadi. Demak, inglizcha bo'ladigan bo'lsa, ushbu nomlar bilan chiqadi. Demak, qisqacha tavsifi, demak, nimalarga bu tiplarni tanlash mumkinligi. Demak, qanchalik optimal to'g'ri tanlanadigan bo'lsa, ma'lumotlar omborimiz shunchalik yaxshi shakllanadi. Ya'ni tez ham ishlaydi, keyin oqilona joydan ham foydalaniladi. Xo'p, demak, bugungi darsimizda shunchaki interfeys bilan ozgina tanishib o'tdik va jadval ham yaratib ko'rdik. Bugunga shu edi, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.